Tak, assalomu alaykum hammaga. Bizlarda Nexia 3 shoh taqa deb o'rganganmiz. TPMS datchik yonib qolgan. Balon qo'ygandan keyin hozir buni o'chirishni o'rgataman sizlarga. Tak, shuni o'tkazasizlar, shunday joyi chiqadi, yana. Bosib turamiz. Bir bosib yuboramiz. Ha, yo'q, hozir. Ana, levi front deb so'raydi, shu vaqtda bosib turgandan keyin bu tarafni qilasizlar, bosish taraf. Bular ham ana levi frontda turadi. Pravi front ko't, ko'rdingizlarmi? O'ng taraf ko't. Hozir biz buni qildik. Yana bir video olish yoddan chiqib ketdi. Evet, arkaga. Ana. Tak, pravi zadniy bu endi. Hozir levi zadniyga o'tadi. Bu yoqqa o'tadi. Yana o'takan. Oxirgisi qoldi hozir, ko'rganlaringizdek, levi zadniy. Bo'ldi. Ana bir yonadi, ikki yonadi, o'chadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa tarqatib qo'yasizlar. Shu narsani o'zi bo'lsa yetarli. O'zi 1.8 dan pastga tushsa yonadi endi. Endi yana bir joyini ko'rsataman. Bosib borasizlar. Tak, shu normda tursa, yana norda turibdi hozir. Normalniyda tursa 1.8 dan pastga tushsa yonadi. Agar bu bosib tursangizlar, normga o'tadi. Keyin yana bir bossangizlar ekoga o'tadi. Ekoda bo'lsa 2.4 dan baland tursa o'chadi bu. Shuning uchun normga qo'yaverasizlar. Normda tursa yonmaydi bu. Video foydali bo'lgan bo'lsa, Nexia 3 borlarga yuborib qo'yasizlar, like bosib tarqatib qo'yasizlar.